Barselonadan super natija. Buni davomini videoda ko'rasiz. O'zim sharhimda. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Kutdingiz Barselona Real Betis o'yini. O'yin boshlandi. Barselona o'yinni boshladi. Kundeda to'p u Joao Canceloga uzatmoqda. Joao to'pni Rafinyaga uzatmoqda. To'p Rafinyada. Rafinya qanotga kirmoqda. Uzatma, zarba, Lewandowski va gol. Azizlar, super gol. 7-daqiqada Barselona hisobni ochmoqda. Real Betis markazidan o'yinni boshlamoqda. To'p Amrabatda, Rafinya, uzatma, Lewandowski, Pedri, uzatma, Lamine Yamal qanotga kirib bormoqda va to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Vales to'pni egallab olmoqda. Vales to'pni Natanga uzatmoqda. Natan Ezabdi, Barselonaning sobiq hujumchisi, to'liq ismi Abdusamad El-Zalzuli. To'p Fidalgoga, Pedri, Lamine Yamal, uzatma, Lewandowski birga-bir imkoniyatga chiqib bormoqda. Lewandowski zarba, Valesson super save, burchak to'pi. Pedri to'pni ajoyib tarzda boshlab yuborishda. Bu antiqilso Lamine Yamal. To'p Lamine Yamalning o'zida. Yamal ajoyib burilib olish qildi. Uzatma, olmo, zarba, 2-0, 23-daqiqa. Real Betis cho'kmoqda. Real Betis 1-0 payti nimadirlar qilish kerak edi. Hozir endi kech. To'p Rodrigusda. Lamine Yamal. Natan. To'p Natanda. Natan kirib bormoqda. Uzatma Abdusamad El-Zalzuliga. To'pni olib qo'ymoqda kunda. Pedri, De Jong. Uzatma Lewandowski to'pga yetib bora olmadi, azizlar. Borganda yana birga-bir imkoniyat, yana xavfli vaziyat bo'lardi. Katta ehtimol gol ham. To'p Natanda. Natan uzatma El-Zabdi. To'p Fidalgoga. Fidalgo uzatma Rodriguez Ezabdi. Ezabdi uzatma Sarba Hernandez. Wow, Joan Garcia Barselona joniga o'rroq kelmoqda shu imkoniyatda, shu vaziyatda. Abdusamad El-Zalzuli counter atakada to'pni counter pressingda olib qo'ydi to'pni. Rafinha uzatma Valesda to'p. Vales xatoga yo'l qo'ymoqda. Lewandowski bo'sh darvoza nima qiladi? Uzatma Lamine Yamal 3-0. Barselona birinchi bo'limning o'zi 3 ta to'p farqi bilan chiqib ketmoqda tanaffusga. Uzatma Amrabat va bo'ldi tanaffus. Ikkinchi bo'limga qaytmoqda jamoalar. Amrabat, Bellerin birinchi bo'limda hisob 3-0, 7-daqiqada Lewandowski, 23-daqiqada Dani Olmo hamda 45-daqiqada Lamine Yamal Lewandowskining uzatmasidan so'ng hisoblarni 3 ta to'p farqiga kelgizishdi. To'p Lewandowskiga, Lamine Yamalga uzatma, Lamine qanotdan kirib bormoqda, Lamine fint qilmoqda, Lamine uzatma biroq Rafinha 4-0, 55-daqiqada Rafinha Dias gol urmoqda, Lamindan aziz. Firpo tushyapti, Rodriguez almashtirildi. To'p Amrabatdan xato, Lamine Yamal kirib bormoqda, kirib boradimi? Shu yerda zarba. Ozgina aniqlik yetishmadi ispaniyalik qanot hujumchisiga. Lewandowski Natandan to'pni toza olib qo'ymoqda. Yo'q, Natan emas, boshqa futbolchiga. Lewandowski zarba, 61-daqiqada 5-0. Barselona 5 ta to'p farqini yuzaga keltirmoqda, azizlar. Altamira, Firpo toza patkatda olib qo'ydi. Pedri demoqchi edi, yo'q, Ezabdi xatoni tozalab ketdi. Kubarsida to'p, Kubarsi ichkariga uzatma. De Jong, Lewandowski, Rafinyada to'p, Rafinha Dias nima qiladi bu yerda? Rafinha uzatma beryapti. Lamine Yamal zarba va gol. Dubl Lamine. Lewandowski dubl, Lamine dubl, Rafinha olmolar gol urishmoqda. Altamirada to'p, Ezabdi, Pedri olib qo'ymoqda. Yo'q, Firpo qoidabuzarlik bormi? Yo'q. Firpo qanotdan kirmoqda, uzatma. To'p Lewandowskida. Lewandowski Barsaning sobiq futbolchisi hisoblanadi bu ham. Natan to'p Antoni Gotta, ya'ni hazildan
tanusida aytiladi futbolchini Goat deya. Altimira to'p Ezabdeda, Abdu uzatma Kubarsi egallamoqda. Pedri, Lamin super aldab o'tish, super va qoidabuzarlik. To'p Natan boshlayveradi jarima zarbasidan. Uzatma qaytaryapti De Jong, Firpo, Lamin Yamal. To'p darvozabon boshlaydi. Vales uzoqlashtirmoqda. Joao Cancelo uzatma. Lewandowski bu to'pga yetib kela olmaydi. Vales uzatma. Vales tepi yubormoqda. Araujo to'p Lewandowskida. Lewandowski zarba noaniq. Vales qizil kartochka Lewandowskiga to'g'ri. Qoidabuzarlik bo'ldi. Lewandowski mumkin bo'lmagan joyda qoida buzib qo'ydi. Va shu tariqa Barselona muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Keyingi uchrashuv ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.